Bu odam atiga 50 yil ichida cho'lni kelajak shahriga aylantirdi. O'sha paytda Dubay mana shunday ko'rinardi. Odamlar oddiy hayot kechirishardi. Osmono'par binolar ham yo'q edi. Dunyo bu shahar haqida deyarli bilmas edi. 1966-yilda kichik bir qishloq o'z tuprog'i ostidan neft topgach hamma narsa o'zgardi. Dubayning istiqbolli hukmdori tezda neft abadiy qolmasligini tushundi. U neft pullariga tayanmaydigan shahar qurishni reja qildi va infratuzilmani qurishni boshladi. Afsuski, uning takrorlanmas loyihalarini amalga oshirish juda qimmatga tushdi va orzusi ro'yobga chiqmasdan vafot etdi. O'g'li Muhammad otasining ishini davom ettirishga qaror qabul qilganda, odamlar unga buning iloji yo'qligini va uning taqdiri ham oxiri muvaffaqiyatsizlik bilan tugaydi deb aytishdi. Albatta, ularning fikri noto'g'ri ekanligini isbotladi. U dunyodagi eng baland bino va eng katta sun'iy orolni qurdi va Dubayni global markazga aylantirdi. Hikoyaning xulosasi shuki, boshqalar sizga ishonmagani uchun hech qachon taslim bo'lmang. Eng muhimi oldinga intilish va hech qachon orqaga qaytmaslik. Agar siz hali ham menga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib oling. Sababi bu profil boshqa ko'rmasligingiz mumkin. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, tabriklayman. Siz kundan kunga o'sib bormoqdasiz.